Alman 8 zadi qandaroq chiqadi? Alman 8 dan qatlanadigan tip zadi chiqamdi, chiqmamdi. Bugan bütün savollarga qo'limdagi buni olam to'liq javobni sizlarga bera oladi do'stlar. Bulamda bugan Alman 2 mush qatlanadigan tip to'g'riliq sizlarga to'liq bir holatda o'zimning bilishcha bir uchur berishni loyiq topdim. Mush Alman qiziqadigan do'stlar olib qolsanglar, men filmni to'liq avatib qo'yinglar. Men bir qo'shib bersa, biz belki olsanglar Almanning eng yangi uchurlarini maslay ta'minlab turay. Endi bu ekan bir savol tushdi. Va bu Almanik 18-ni e'lon qilmagan tursa, bu sizning qo'lingiz nima ish qiladi bu? Bu cho'qim saxta. Damsir demamsizlar. Cho'qim deysizlar. Qo'lamdagi cho'sak haqiqatan saxta mashinasi. Lekin qo'lamdagi qanday chiqsa, Alman 8-niki qatlandigani shu holatda chiqadi deb o'ylsanglar bo'ladi. Chunki men mashina ishlagan zavodni o'zi bir uchur beribday, mush davlatimizda eng ilg'or qator turadigan Almaniki mush mashinasi maxsus iz qo'lab ishlaydigan zavod. Hamda buni ishlaydigan nurg'un dasmiy ketib qilib yasaydi. U bu shunga to'liq ishga ushurolmasa, ma'ni bunda yasab chiqamaydi. Tushunalami? Shunga asosan mush qo'lamdagi qanday bo'lsa, Alman 8niki qatlandigani shunda chiqadi ekan deb o'ylsanglar ham bo'ldi. Endi men deməli qarğandan keyin avval sizlar bir ko'rib beqinglar bu zot chiroyli chiqibdimi, chiroyli emasmi? Agar apparatni tiklab qo'ygan bo'lsa, sen shiniki bu yangi chiqqan qatlandiginiga o'xshab ketilgan holat chiqib ekan to'q. Lekin meniki apparatni yan to'kkan. Eninkendan O7 Pro Max bilan biroq selishtirib baxtim, o'xshamaydigan yerini bo'lsak, meniki do'stlar, apparatni 2 eninkendan miyada Jiguan lidasi yo'q. Hem buniki aparat ishga olgandan keyin changjovni qisqartib o'tgan. Nima uchun degan chog'da birinchidan o'rin masalasi. Endi telefonni ochgandan keyin intayin nepizolatda qaranglar, intayin nepizolat chiqib hisobda bir ayerning qilinligida yapgandan keyin eninkendan O7 Pro Max taniki qilinligida chiqib ketganda bu. Ko'ringlarmi? Mushalatda. Unda bo'lgandan keyin buniki apparatni qisqartib o'tmay amal yo'q bo'lib qopti. Unda bo'lgandan keyin buniki apparat ishga, hamda apparatni bekarek o'ylashadiganlar olib qolsanglar 18 Pro Max tipini o'ylashsanglar bo'ldi ekan, buni qatlandig'ini o'ylashmasanglar bo'ldi ekan. Hamda majat kelsak, lekin buning apparatimi normal yaxshi tortishi mumkin. Endi buning qo'lga bergan ganjosi. Bir qo'lda ishlatsak-mi, masalan, qo'li asosan qo'limiz telefonniki ekranniki kameraga degidek to'liq holatda yetkidek. Endi buni ochgandan keyin bo'lsak, mini 6 pingban bor-ku, mini 6 pingban, mini 7 pingban bilan asosan cho'ng kichiklikka azroq farq qilib qoladi, sal kichik, lekin ashqal to'yg'un beralaydi. Masalan, o'ya o'ynab qolsak, buni qilsakmi, herhalde peyzalatga ganjoni bizga beralaydi ekan. Unda qolsa bu telefon chiqqandan keyin yani mini pingbanni olamda qolmamdiq. Mini pingban sizlar nima ishlatyapsizlar? Mush to'g'risida bir yozib baqsanglar bo'ldi. Endi ma telefonniki ishlatilgan materialga kelsak, lyuxojen ishlatilgan do'stlar. Ham lyuxojen ishlatishlik sabab telefonni yengil qilish. Endi bu uzun, cho'ng, qiymanda ikki qat bo'lgandan keyin bu eg'ir ketmaslik uchun lyuxojen ishlatilganda, lyuxojenning yaxshi yeri yeniq qiladi, lekin kamchiligi bor. Kamchiligi nima bo'lsak, lyuxojenning kamchiligi bak yumshoq, qo'ldan tushib ketsa, ishtik egilib, mijilib ketadi, ekranga bak daxil soladi. Masalan, men miya qarsak bo'ldim. Menga O7 Pro Max lyuxojen bo'lgandan keyin miya tushib, hozir ekranning ishariga das ketadi deb qoldi ashalatda. Ishtik mijilib ketadigan mushkul holat bo'lishi mumkin. Shunga bu nayt ayab tutadiganlar ammasak aldirab tutsa qolmaydi ekan. Endi qo'lga bergan ganjosi u bu jihatdan deymiz, masalan, ovoz chang'tirgan pasaytirgan knopkalar deymiz miyada yoki yanda chiqishi mumkin. Endi buniki qolganda chiqqanda bilimizmi? Endi buniki chiroy tonishni asosan yo'q tutibdi. Chunki meniki teshidagi men apparatdan keyin miyalariga kelgan chog'da apparatga nayt bir amal yo'q bo'lib qopti-da. Shuning bilan buni hamda barmoq toniydigan holatda ishlamoqchi ekan. Batareyasi 4500 batareya chiqadigan, ama kichik ekranni 5 5 so'ng ochgandan keyin 7 6 so'ng degandek mushta chiqadigan uchurlar biroq hamda aniq holatda oshkorlanib qilinadi. Endi bahasi, hammamiz qiziqadigan bahasi. Sizlarcha mana bahasi necha pul chiqsa olasizlar do'stlar. Hem bunun bahsi devlet işiga balkim 13.999 koy yoki 14.999 koydan boshlanishi mumkin. Albatta bu biz odatdagi fuqarolarniki, odatdagi odamlarniki bek elishgan mas kelib ketmaydi. Bu cho'qim qanday hamda shu sal iqtisodi bor, shundalar elib tutishi mumkin. Bu hargiz ko'pchilikni umumni o'ylab bozor solgan telefon emas. Lekin qatlanadigan telefonga nisbatan menimcha bo'lsa bu baho qimmat emas. Masalan, Huawei'niki Mate Chachi deymiz, telefonlar 16 ming ko bozor so'lanadi-ku. Hamda Mavo hisobda 14 ming 15 ming ko bozor so'lanadi. Hamda boshqa Vivo, Oppo'niki mana qaransal azan chiqadi. Hem jig'ib kelsak ikkisiniki o'ttirliqida normal holatda ishlab chiqaribdi deyishga bo'ladi. Ham lekin buning qo'lga bergan ganjosi qolgan bu tuyg'ularni haqiqatan qo'lga olgandan keyin texnik bekarak holda to'liq bilib yetishimiz mumkin. Shunga ganjo qilib qo'ysanglar, men to'g'riliq to'liq olgan uchurlarni davomli oshkorlab turaman. Mush almaniki yangilik chiqishga oz qoldi, bir oy atrofida qolib qoldi. Butun uchurlar to'liq holatda bor. Ularda men bir qo'shib bersa, besib aksiyalardan